Men qizim Jorjina uchun hayot tarzini saqlashiga 200 ming dollardan ko'proq to'layman oyiga. Lekin bu hikoyaning faqat bir qismi xolos. Ilgari u kichkina studiya kvartirada yashardi va Gucci do'konida ishlardi. Hozir esa men sababli 6 million dollarlik uydagina yashab turibdi va 1,5 million dollarlik superkarda yuribdi. Endi unga hayotini ta'minlash uchun mening pulim kerak emas. Mening yordamim bilan u mashhur bo'lib, modellik karyerasi jadallik bilan rivojlanib ketdi. Hozir esa u o'zi 200 ming dollardan ko'proq daromad olmoqda. U hatto o'z puliga menga tug'ilgan kunimda Rolls-Royce sovg'a qildi. Shuning uchun o'ylaymanki, bir kun kelib u xotinim bo'lishi mumkin.